desa inson o'ziga bir dard bersa yoki Alloh taolo bir musibat bersa chidash mumkin ekan. Lekin farzandiga ursa undan battarroq, ya'ni inson Allohga azob chekadi. O'sha farzandiga urar ekan. Ikkinchisi nima desa, ikkinchisi o'sha duoibat der ekan. Birovni qalbini og'ritgan bo'lsangiz yoki birov kishi sizni duoibat qilgan bo'lsa, o'sha farzandiga urar. O'shaning uchun farzandlarni o'sha inson o'zini ham farzandini ham luqmasini e'tibor berish kerak. O'sha biz ham o'sha ko'pchilik o'sha qorilardan, hofizlardan agar so'raganda qanaqa qori bo'ldingiz desa, o'sha ustozlarni, ota-onalarni luqmasiga e'tibor bergan. Biz ham yoshligimizda hatto ustozimiz oddiy masalan bir qandolat, shokoladlar bo'ladigan shularni ham bermasdilar. Nimaga desa, zehningizga ta'sir qiladi bu luqma deydi. O'zlari toza dehqon inson edilar. Ya'ni toza o'sha o'zlari dehqonchiliklardan yoki o'zlari bo'ladigan mahsulotlardan, toza pokiza narsalardan o'sha tanovvul qildiradi. Hatto bitta shokolad deymiz, o'sha qandolat shokoladlarni ham bermasdilar. Ichida margarin bo'lishi mumkin, insonni zehniga ta'sir qiladigan bo'lishi mumkin. Luqmaga harom, ya'ni luqmaga ta'sir qilish deb juda qattiq e'tibor beradi. Biz endi mana bu yerda ko'pchilik ko'ryapmiz, ko'zlardan Qur'onga bo'lgan muhabbatlari bor. Ya'ni ko'zlardan ko'rib turilibki, hammasi shu, hamma umidi bor. Farzandim solih bo'lsin, farzandim qori bo'lsin, yaxshi inson bo'lsin deb harakat qiladi. Shu narsalarga e'tibor berish kerak.